Kabi ibn Ujra radhiyallohu anhudan naql qilinadiki, bir kuni deydilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalar bilan o'tiruvdi, bir odam o'tib qoldi. Baquvvat odam ekan, yurishlari ham boshqacha, bir harakatchan, shunaqa qilib o'tib ketuvdi. O'tirganlar qarab turib, qani edi shu odam Alloh yo'lida shunaqa bo'lsa deydi. Bizda shunaqa odat bor, bizda ham bor, o'sha mahalda ham bor ekanda. Qarang, darhol nimani bo'lsa biz aytaylik birortasi bir ish qilsa, ha shuni o'rniga mana buni qilsa bo'lmaydimi deb qo'yamiz. Mana qilishni o'rniga ko'proq masjidda o'tirsa bo'lmaydimi yoki namoz o'qisa bo'lmaydimi yoki bunaqa qilsa bo'lmaydimi? Nafllar, boshqalar taklifini beraveramizda. Sahobalar ham haligi odamni harakatchan, g'ayratchan, baquvvat odamni ko'rib turib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, bu kishi qaniyda hozir shu mehnatini, shu harakatini fi sabilillah, ya'ni Alloh yo'lida qilsa. Payg'ambarimiz alayhisalom javobini qarang. U zot aytdilarki, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigara fa huwa fi sabilillah. Agar shu odam shu baquvvat, shu quvvatini, shu harakatini kichik bolalarini boqishlik yo'lida harakat qilib chiqib yurgan bo'lsa, u odam Allohning yo'lida dedi. Qarang, bola chaqani boqaman deb chiqishligi, kichkina bolalari bor, sag'ir bolalari bor, otani qo'liga qarab turibdi. U Allohning yo'lida ekanligi. Fa huwa fi sabilillah. Va in kharaja yas'a ala abawayni shaykhayni kabirayni fa huwa fi sabilillah. Yoki bo'lmasa u uyidagi qari ota-onasini ta'minlayman deb shu harakatida chiqib yurgan bo'lsa, fa huwa fi sabilillah. Bas u ham Allohning yo'lida. Va in kana yas'a ala nafsihi ya'fiha fa huwa fi sabilillah. Yoki bo'lmasa u boshqalarga muhtoj bo'lib qolmay deb harakatini qilayotgan bo'lsa, o'zi uchun tamagir bo'lib qolmay deb harakat qilib chiqqan bo'lsa ham, u Allohning yo'lida dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Va in kana kharaja riya'an va tafakhuran fa huwa fi sabilish shayton. Agar u shu yurishini, shu o'zini kuchini, boshqasini odamlarga faxr uchun, riyo uchun harakatini qilayotgan bo'lsa, fa huwa fi sabilish shayton. U shaytonning yo'lida dedilar. Demak, niyatni to'g'rilashimiz kerak azizlar. Agarki biz shu kichik bolalarimizni boqaman deb, keksa ota-onamizni boqaman deb yoki o'zimiz boshqa bir odamni qo'liga muhtoj bo'lib qolmaylik, ta'makar bo'lib qolmaylik deb harakat qilib chiqqan bo'lsak, u fi sabilillah ekanlar, Allohning yo'lida. Allohning yo'lida degan maqom katta maqom. Allohning yo'lida o'sha aytaylik ilm olib harakat qilayotgan odam ham Allohning yo'lida deyiladi. Dinini, vatanini, oilasini himoyasida turgan odam Allohning yo'lida deyiladi. Haj safariga chiqqan odam Allohning yo'lida deyiladi. Fi sabilillah degan, Allohning yo'lida degan maqomga hozir hadisga muvofiq bola chaqasini boqaman, ota-onamni boqaman deb chiqishlik o'shin bilan barobar ekan. Shuning uchun mabodo shunaqa harakatlarda qilayotgan bo'lsak-ku, biz bilaylikki Allohning yo'lidamiz. Aytadilar, bir kuni Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zining ashablari bilan o'tib ketayotgan ekan, bir masjidda bir yigit namoz o'qib turgan ekan. Farz namoz vaqti emas. Odatiy boshqa paytda nafl o'qib turgan bo'ladi-da endi. Ko'rib o'tib ketibdilar. Yana bir o'tib ketayotsalar, haligi yigit yana shunaqa holatda 2-3 marta o'tganda u yigitni masjiddan chiqmasdan turganini ko'rib chaqirtirdilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Seni har masjidda ko'ryapman, chiqmayapsan degan ekanlar. Ha, men shu yerda ibodatdaman. Nafl ibodatlar, zikr, mashaqqa o'tiribman. Tirikchilik nima bo'lyapti debdilar. Tirikchilik qanday qilyapsan desa, hali yigit aytibdilarki, mana akam tojir, tadbirkor. Akam bilan kelishdik. Mana oilamni ham akam qarab turadigan bo'ldilar. Men endi buni buyog'iga faqat shunaqa ibodatda, zikrda, shu masjidda o'tiraman deganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Akang sendan ko'ra obidroq ekan, sendan ko'ra ko'p ibodat qiluvchi ekan dedilar. Qarang, hamma narsaning o'zining vaqti, soati bor ekanda, sen bu holatda turib o'zingcha masjidning ichiga kirib olib, chiqmasdan kechgacha ibodat qilaman deyapsan. Akang seni bola chaqangni ham boqayotgan bo'lsa, demak akangni harakati
sendan ko'ra kuchliroq, u sendan ko'ra ko'p ibodat qilyapti dedilar. Islom insonlarni harakat qilishlikka, nimadir manfaat qilishlikka, o'z kasbi bilan tirikchilik qilishlikka chaqiradi. Ba'zan nega duolarimiz mustajab bo'lmayapti deb qolamiz. Demak, yeyotgan taomimizga qarash kerak. Taom halol bo'lmasa, birovning haqqi aralashgan bo'lsa, halol yo'l bilan topilmagan bo'lsa, demak azizlar, duolarimizni mustajabligi qiyin bo'lib qoladi. Yusuf ibn Absot rahmatullohi alayhi aytadilarki, Imom Bayhaqiyda bir rivoyat keltiradi. "Iza ta'abbada shab" deyaptilar. Agar bir yigit ibodat qilayotganini shayton ko'rsa, qola iblis. Shayton o'zining askarlariga, shotirlariga aytar ekan, bu ibodatda turgan yigitni taomini ko'ringlar, qayerdan olibdi. Hosili qayerdan, moli, yashashi qanaqa? Fa in kana mat'amuhu mat'ama su. Agar bu haromdan topilib yeyilgan, taomlanib turgan bo'lsa, da'uhu, o'z holiga qo'yib qo'yinglar. La tashtaghilu bihi, un bilan ovora bo'lib o'tirmanglar. Da'uhu yajtahid va yansab faqat kafakum nafsahu. Uni o'z holiga qo'yinglar. Xolaganini qilsin. U qilayotgan ibodati, harakati o'zini barbod qiladi xolos. Qarang, shayton ham tashvish qilmas ekan harom taom yeb turib ibodat qilayotgan odamda.